Annyeonghaseyo yorobun, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 6-darsga yetib keldik. Bugun 6-darsimiz. Bu yerda ko'rib turganimizdek, salomlashish turlari, o'zini tanishtirish va qisqa muloqot turlarini sizlar bilan bugun birgalikda o'rganamiz. Bugungi mavzuyimiz demak, mana shular haqida ekan. Keling, endi ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisini biz aytib o'tganimizdek, salomlash turlarini o'rganamiz degandek, salomlash turlari bir necha bosqichlardan iborat ekan. Bu bosqichlarni birma-bir ko'rishdan oldin mana bu yerda yozilgan so'zga e'tibor beramiz. Demak, koreys madaniyatida salomlash juda ham muhim bo'lib, u hurmat va muloqotning birinchi bosqichidir. Turli darajadagi hurmatga qarab, ya'ni salomlash turlari ham o'zgarib borar ekan. Demak, bilib oldik, biz koreys madaniyatida salomlash juda ham muhim bo'lib, u ya'ni hurmat va muloqotning eng birinchi bosqichi ekan. Demak, biz bilib oldik, salomlash ham bu juda ham muhim ekan. Demak, uni turlari bor ekan. Qayerlarda qanday salomlashni biz keling birgalikda birma-bir o'rganamiz. Birinchi salomlash turlarimiz bu annyeonghasimnika. Annyeonghasimnika, annyeonghasimnika. Demak, bu assalomu alaykum rasmiy joylarda qo'llaniladi. Hurmat shakl bo'lib, davlat tashkilotlarida odatda, ya'ni rahbarning oldida biz rahbarning oldiga kirayotganda annyeonghasimnika deb kirar ekanmiz, yoki yosh ulug' insonlar oldida yoki bo'lmasam ommaviy axborot vositalarini oldida annyeonghasimnika so'zidan foydalanilar ekan. Ommaviy axborot vositalari deganda biz mana bu davrlarni, axborotlarni ko'ramiz-ku, rasmiy gapirishadi. Bu judayam annyeonghasimnika bu judayam rasmiy holatlarda qo'llanilar ekan. Keyingi salomlash turimiz annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Demak, bu assalomu alaykum ekan. Bu ham rasmiyroq, lekin bunga qaraganda rasmiydan pastroq. Assalomu alaykum odatda do'stlar davrasida yoki o'zidan yoshi biroz katta insonlar oldida qo'llanilar ekan. Annyeonghaseyo. Demak, qayerlarda qo'llanishini bilib oldik, do'stlar davrasida yoki bo'lmasam o'zidan biroz yoshi katta insonlarni oldida annyeonghaseyodan foydalanar ekanmiz. Keyingi salomlash turi bu annyeong. Annyeong desangiz bo'ldi ekan. Bu salom degani, ya'ni norasmiy shakl ekan. Bu qayerda qo'llaniladi? Bu odatda tengdosh do'stlar davrasida qo'llanilar ekan. Siz tengqur do'stingizni oldida shunchaki annyeong deb gap boshlasangiz bo'lar ekan. Ya'ni annyeong deb gaplashib ketsangiz bo'ladi. Demak, keyingisi siz aytaylik kimdir bilan uchrashdingiz va uni jo'natmoqchisiz, ya'ni unga yaxshi boring demoqchisiz. U qanday aytiladi? Annyeonghaseyo deb aytishingiz mumkin. Boshingizni biroz ekkan holatda annyeonghaseyo salom berganda ham e'tibor bering, judayam ozgina egilib qo'yishingiz kifoya qiladi. Chunki koreys madaniyatida bu judayam muhim. Annyeonghaseyo demak, xayr, yaxshi boring. Bu yerda e'tibor bering, annyeonghaseyo bo'lib yozilgan, lekin talaffuzda annyeonghaseyo deb aytsangiz bo'ldi ekan. Bu demak nima degani ekan? Xayr, yaxshi boring degan ma'nolarni berar ekan. Keyingisi annyeonghaseyo. Kimgadir xayrli tun tilamoqchisiz. Qanday aytamiz? Kimgadir xayrli tun tilamoqchisiz. Aytaylik, onangizga xayrli tun tilamoqchisiz. Qanday aytasiz? Aytib ko'ring. Annyeonghaseyo. Ne, mana bu yerda h annyeonghaseyo bo'lib yozilgan, lekin biroz avval aytib o'tganimdek annyeonghaseyo deb aytsangiz kifoya ekan, ya'ni h-ga urg'u bermaysiz. Demak, salomlash turlarini, bir necha salomlash turlarini o'rgandik. Endi biz o'zini tanishtirish turlarini o'rganamiz. Ya'ni bu koreys tilida chagisogi deb aytiladi. Ya'ni chagisogi bu o'zini tanishtirish degani. Aytaylik, siz biror yerga suhbatga bordingiz. Mana shu suhbatda siz o'zingizni qisqacha tanishtirishingiz kerak. U qanday bo'lgan bo'lar edi? Demak, birinchi gapni biz nimadan boshlaymiz? Annyeonghaseyo. 저는 어디 나입니다.
cho'nin odina imnida. Demak, mana bu yerda imnida, voy, boshqasiga o'tib ketyapti. Demak, bu yerda odina imnida, biz imnidan demak bilamiz, foydalanishni bilamiz. Bundan avvalgi darslarda o'rgangan edik. Imnida bu man, sandir degan ma'nolarni berar edi, ya'ni odinaman degan ma'noda. Assalomu alaykum, men odinaman. Che irimin odina imnida, yoki men odinaman deyishingiz ham mumkin, yoki mening ismim Odina desangiz, che irimin Odina imnida. Mening ismim Odina degan ma'noni bildirar ekan. Endi siz aytaylik, yoshingizni aytishingiz kerak. Cho'nin yo'l ilg'ob sarimnida. Men 17 yoshman. Demak, yoshni aytganda biz qaysidan foydalanar edik? Biz avvalgi darslarda o'rgangan edik. Yoshni aytganda biz koreys sonlaridan foydalanar edik. Ya'ni 17 bo'lsa, yo'l ilg'ob sarimnida. Men 17 yoshman degan ma'noni berar ekan. Endi siz kasbingizni aytishingiz kerak. Kasbingizni qanday aytar edingiz? Cho'nin haksenimnida. Cho'nin haksenimnida. Men o'quvchiman. 17 yosh bo'lgandan keyin siz o'quvchisiz. Cho'nin haksenimnida. Men o'quvchiman degan ma'noni berar ekan. Keyingisi, biz kasblarni yodlagandik. Kasblarni bundan avvalgi darslarda yodlagandik. Sanoq, ya'ni sonlarni yodlagan edik va biz bularni bilamiz. Ya'ni imnidalarni ham bilamiz, oxirida qo'shishlarni o'rganganmiz. Bu yerdagi hamma so'zni biz o'ylaymanki juda yaxshi o'rganganmiz. Keyingisi, cho'nin O'zbekistoni so'g'vasimnida. Men O'zbekistondan keldim. Demak, sizga sajayning, ya'ni rahbar, qayerdan kelding deyishi mumkin. Shunda men O'zbekistondan keldim deganda cho'nin O'zbekistoni so'g'vasimnida deb aytishingiz kerak bo'lganda, xuddi mana shunday aytar ekansiz. Bu yerda esoni men qizartirib qo'yganman, ya'ni dan degan ma'noni beradi. Mana o'zbekchasida ham dan qizarib turibdi. Ya'ni eso bu mavzularga hali kelamiz, bular hali batafsil tushuntiriladi. Keyingisi, cho'nin O'zbeki saramimnida. Cho'nin O'zbeki saramimnida. Demak, men o'zbekman yoki bo'lmasa men o'zbek odamiman degan ma'noni beradi. Cho'nin O'zbeki saramimnida. Cho'nin O'zbeki saramimnida. Demak, sizlar bilan qisqacha tanishtirish muloqotlarini o'rgandik. O'zimiz haqida, o'zimiz haqimizda, yoshimizni, kasbimizni, qayerdan kelganligimizni, biz qaysi davlat odami ekanligimizni biz endi bemalol ayta olamiz. Siz ham mana shunday aytib ko'ring, mana shunday talaffuz qilib ko'ring. Mana shu yerga o'zingizni ismingizni, o'zingizni yoshingizni, kasbingizni qo'yib, o'zingiz ham mana shunday gaplar tuzib ko'ring. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, bu muloqot turlari. Muloqot turlari, bu qisqagina muloqot turlarini hozir sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Birinchisi, mannasopan gapsimnida. Bu tanishganimdan xursandman degan ma'noni bildirar ekan. Siz aytaylik, kim bilandir gaplashdingiz va suhbat juda ham zo'r kechdi va o'sha suhbatdoshga oxirida tanishganimdan xursandman deganingizda mannasopan gapsimnida deyishingiz mumkin ekan. Keyingisi, agar suhbatdoshingiz ham, mana bu yerda suhbatdoshingiz ham men ham tanishganimdan xursandman deganida ne mannasopan gapsimnida deb aytar ekan. Ya'ni men ham tanishganimdan xursandman degan ma'noni bildirar ekan. Keyingi so'zimiz, bu yerda siz aytaylik, kimgadir minnatdorchilik bildirmoqchisiz. Mana shu minnatdorchilik so'zi kamsamnida deb aytar ekansiz. Bu yerda kamsa hamnida bo'lib yozilgan, lekin talaffuzda mana bu p m ga aylanib ketadi. Ya'ni kamsamnida bo'lib talaffuz qilinadi. Keyingisi, suhbatdoshingiz voy arzimaydi desa aniyeyo deb aytilar ekan, ya'ni arzimaydi. Arzimaydi qanday aytilar ekan? Birgalikda aytib ko'ramiz. Aniyeyo, to'g'ri. Demak, keyingilarini ko'ramiz.
Siz aytaylik, kimdandir kechirim so'ramoqchisiz. Nimadir ish qilib qo'ydingiz yoki nimadir oyog'ini bosib oldingiz, aytaylik, nimadir bo'ldi yoki darsga kechikib keldingiz. Mana shunda kechirasiz degan ma'noda chusamnida deb aytishingiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni kechirasiz, chusamnida. Ya'ni aytib o'tganimdek, koreys madaniyatida judayam muhim ohang va hurmat. Ohang bu cho'zib aytish, ya'ni chusamnida sal biroz cho'zasiz. Hurmat esa biroz egilasiz. Egilib aytasiz uni. Birozgina boshni eggan holda chusamnida. Bu judayam e'tibor bering, judayam muhim sanaladi Koreya madaniyatida. Demak, keyingisi hech qisi yo'q demoqchi bo'lsa suhbatdoshingiz kvenchanayo aytib ko'ramiz. Kvenchanayo to'g'ri hech qisi yo'q degan ma'noni bildirar ekan. Keyingisi biz bu yerda biroz avval o'rgangan edik. Annyeonghaseyo xayrli tun tilaganda, demak bu yoshi katta insonlar yoki lavozimi katta insonlarni oldida biz annyeonghaseyo dan foydalanar ekanmiz. Agar u insonlar uxlab turishgan bo'lsa, yaxshi uxlab turdingizmi deganda biz annyeonghaseyo deb aytishingiz kerak bo'lar ekan. Bu demak cho'mishassoyo bu judayam nopimmalda, ya'ni judayam hurmatlangan, ya'ni hurmatni ifodalaydigan so'zda biz annyeonghaseyo yaxshi uxlab turdingizmi deganda judayam hurmatlab aytmoqchi bo'lsak, judayam hurmatni ifodalab aytmoqchi bo'lsak, mana bu yerda berilgan annyeonghaseyo deshingiz kifoya ekan. Qanday bo'lar ekan? Yaxshi uxlab turdingizmi degani qanday bo'lar ekan? Aytib ko'ramiz. annyeonghaseyo deb aytishingiz mumkin ekan. Yorobun, darsimiz shu yergacha edi. Biz bugun sizlar bilan salomlash turlarini o'rgandik, o'zini tanishtirishni o'rgandik va qisqa muloqot turlarini o'rgandik. Sizlar ham xuddi mana shunday qilib muloqot qilib ko'ring va daftaringizga yozib boring. Uyga vazifa salomlash turlarini o'rgandik. Bir necha salomlash turlarini o'rgandik. Mana shu salomlash turlarini yaxshilab yodlab oling. Qayerda, qay holatda ishlatilinishini bilib, yaxshilab yodlab oling. Keyingisi esa bu yerda ikkinchisida, demak bu yerda biroz avval ko'rib o'tgan edik misollarni. Bu yerda yozilgandek, siz bu yerga o'zingizni ismingizni, yoshingizni, kasbingizni qo'yib yozib ko'ring. Ya'ni annyeonghaseyo chonan mahliyoimnida, man mahliyoman yoki bo'lmasam che irimin mahliyoimnida. Demak, o'zingizni, ismingizni, yoshingizni qo'yib, demak yozib boring. Mana shunday yozib boring. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Uyga vazifa aytib o'tilgandek salomlash turlarini yaxshilab o'rganing. Mana bu ikkinchida berilgan demak vazifani o'zingizni, ismingizni, kasbingizni, yoshingizni qo'yib yozing va muloqot turlarini o'zingiz kim bilandir qisqacha suhbatlashib ko'ring. Buni ham daftaringizga yozib boring va qayerga tushunmagan bo'lsangiz videoni sekinlashtirib ko'rishingiz mumkin. Demak, e'tibor uchun rahmat. Darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda uchrashguncha, annyeong.